Yigitlar, Ramazon musobaqasiga tayyormisiz? Tayyormiz. Ajoyib. Birinchi savolimizni eshiting unda. Nima uchun Ramazon oylarning sultoni? Chunki Qur'oni Karim nozil bo'lgan oy. To'ppa-to'g'ri. Ramazonda yana qaysi muqaddas kitoblar nozil bo'lgan? Qur'on, Tavrot, Injil, Zubur va yo'q, nima edi? Zabur. To'ppa-to'g'ri. Keyingi savolimiz, Ramazon so'zining ma'nosi nima? Voy, nima? Yondiruvchi. Qani o'rgangansiz? Xo'p, keyingisi. Ramazon haqida bitta hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, osmon eshiklari ochilib, do'zax eshiklari yopilib va shaytonlar kishanlanadi degan. Ajoyib, to'ppa-to'g'ri. Xo'p, keyingi savolimiz, Ramazon Karim deyiladi, to'g'rimi? O'sha Karim so'zining ma'nosi nima? Karim degani saxiylik va yaxshilikchi, yaxshiliklarni, barcha yaxshiliklarni jamlovchi degan. Keyingisi. Xo'p, Ramazonda qaysi kecha bor? Laylatul qadr. Buni hamma biladi. Endi savolni eshiting. Laylatul qadrda qilingan ibodatning ajri qanaqa? Ming oydan afzal. Ajoyib, to'ppa-to'g'ri. Laylatul qadr kechasi qaysi farishta tushadi? Jabroil. Inshaalloh. Ro'zadorning og'zidan chiqayotgan hidni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nimaga o'xshatdi? Mushkabarga. Ro'zani nima bilan ochgan eng afzal? Payg'ambarlarga xurmo degan. Xurmo bilan. Xurmo bilan, ha? Keyingi savolimiz, ro'za qanday ibodat? Eng ulug' ibodatlar. Ibodat. Sunnatmi, vojibmi? Farz. Vojib. Va yo'q. Sunnat. Sunnat. Kim farz deydi? Ne? To'ppa-to'g'ri. Men birinchidan aytdim. Barchamizga kirib kelgan Ramazon oyi muborak bo'lsin. Sizlarga ham muborak bo'lsin.